Siz har kuni qilayotgan 10 ta sog'liq uchun zararli odatlar. Birinchisi, nonushtani o'tkazib yuborish. Energiya pasayishi va ortiqcha ovqatlanishga olib kelishi mumkin. Kun bo'yi kam suv ichish, suvsizlanish bosh og'rig'i, charchoq va buyrak faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Juda uzoq vaqt o'tirib ishlash yurak-qon tomir kasalliklari va bel og'rig'i xavfini oshiradi. Uyquning yetarli bo'lmasligi immunitet, xotira va ruhiy holatga salbiy ta'sir qiladi. Telefon yoki kompyuter ekraniga uzoq vaqt tikilish ko'zning charchashi va uyquning sifatini yomonlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Shakarli ichimliklarni tez-tez iste'mol qilish, semirish va ikkinchi toifa diabet xavfini oshiradi. Juda ko'p tuz iste'mol qilish qon bosimi ko'tarilishi va yurak kasalliklari xavfini oshiradi. Stressni e'tiborsiz qoldirish yurak, ovqat hazm qilish tizimi va ruhiy salomatlikka zarar yetkazishi mumkin. Harakat qilmaslik, jismoniy faollik yetishmasligi, mushaklar zaiflashishi va metabolizm sekinlashishiga olib keladi. Chekish yoki spirtli ichimliklarni muntazam iste'mol qilish ko'plab surunkali kasalliklar xavfini sezilarli darajada oshiradi. Agar siz ushbu odatlardan kamida 3 tasini har kuni qilayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab ularni asta-sekin o'zgartirishga harakat qiling. Sog'liqni saqlash kichik, ammo muntazam odatlardan boshlanadi.